ۋاشىنگتون پوچتىسى گېزىتى شەرقىي تۈركىستاندىكى غايەت زور كۆلەملىك تۈرمىلەرنىڭ داۋاملىق كۆپىيىۋاتقانلىقىنى خەۋەر قىلدى. مەزكۇر گېزىتنىڭ مۇخبىرلىرى ئۆتكەن ئايدا ئۇيغۇر ئېلىنىڭ قەشقەر ۋە غۇلجا قاتارلىق جايلاردا زىيارەتتە بولغان بولۇپ، ular shu قېتىملىق زىيارىتى ئاساسىدا يۈرۈشلۈك خەۋەر ماقالىلىرىنى ئېلان قىلماقتا. 23 سентябr كۈنى ۋاشىنگتون پوچتىسى گېزىتى مۇخبىرلىرىنىڭ قەشقەر زىيارىتى ئاساسىدا ئېلان قىلغان خەۋەرلىرىدە مەلۇم بولۇشىچە، خىتاي دائىرىلىرى قەشقەردە زور كۆلەملىك لاger yoki turma binolarni davomli ko'paytib ishga kirishtirmoqda ekan. Muxbirlar Qashqarda 60 ingliz musiqa keladigan bir o'ringa selingan 13 qavatlik bir lager binosini suratga olgan bo'lib, bu bino taxib bu yil 1-oyda ishga kirishtirilgan ekan. Faqat mushu binoning o'ziga 10 mingdan ortiq odam sig'adi ekan. O'xshash kunda yana Avstraliya strategik siyosat tadqiqot o'rnimi yangi doklad e'lon qilib, yangi bayqashlarning Uyg'ur elida lagerlarning davomli ko'payayotganligini ko'rsatib beradiganligini bildirgan edi. Washington pochtasi gazeti o'z xabarida bu nuqtani ta'kidlab mundaq degan: Yaqinda Washington pochtasi gazetining Sharqiy Turkistongaaqaratqan ziyorati va shundaqla Kanberradagi tadqiqot o'rni tarafidan e'lon qilingan isbotlar xalqaro bisim va tanqidlarning Xitoy hukumatining rayondagi yuqori bisimliq zulmini to'xtatishda hech qanday foydasi bo'lmaganligini ko'rsatib berdi. Aksicha rayondagi zulm yana kuchayib, shumliqqa qarab mangmoqda. Washington pochtasi gazetining muxbirlari Qashqarda yangi qurilgan bu lagerlarning ilgirki lagerlar qilib qo'llangan o'rinlarga qarata kuzatish va nazorat aslahalari jihatdan yana kuchayganligini, munar va sim reshatkalarining texmo egizligini bayqagan. Gollandiyada turishliq lager şahidi قەلبىنۇرخىتاينىڭ Zimiston to'rida Xitoyning qo'shmaق tuqqan siyosatining jિنسىي paraكەندىچىلىك ماھىيىتىنى ашкарылап, Uyg'ur oilalariga avatilgan Xitoy tuqqanlarning ichi yuzini bosh qilgan. Zimiston to'ri ta'kidlashicha, qo'shmaق tuqqan siyosatining ziyonkashligiga uchirgan har bir Uyg'ur ayol va qizining nazarida bu tuzum xarakterlik bosqinchilik va jિنسىي paraكەندىچىلىكdan boshqa narsa emas ekan. O'tgan yili 12 oyda Yevropaga qochib chiqqan قەلبىنۇرخىتاينىڭ Zimiston to'rida o'zlariga qo'shib berilgan erkak Xitoy tuqqanini shaxsiy turmushiga qistirilib kirib, ularni qanday ziyorat qiladiganligi, qanday jિنسىي paraكەندىچىلىكلәрni soladiganligi, uning axloqsiz va talablardan qanday qilib epchillik bilan qochib qutulganligini tafsiliy bayon qilgan. Onun ta'kidlashicha, agar uningga qo'shilmaydiganligini chondurib qo'ysa, u darhol ularni ayiblaydi ekan. Zimiston to'rining ta'kidlashicha, قەلبىنۇرخىتاينىڭ shundoq bo'lsa-mu, lekin o'zining ahvolini janubdagilardan yaxshiroq deb qaragan. Xabarda janubdagi Uyg'ur erlarining ko'pinchisining lagerlarga ilib ketilganligi, ayollar va qizlarning yolg'iz qolganligini ta'kidlagan. Xitoy hukumati Uyg'ur diyorida 2017-yili boshlangan cho'ng tutqun bilan birga qo'shmaq tuqqan siyosatini kengaytgan. 1.200.000 Xitoy kadr Uyg'ur oilalariga o'rlashtirilib, Uyg'urlarning turmushda, tomoq etishda, tomoq yeyishda, o'ginishda va uxlashda birga bo'lish talab qilingan. Kishilik huquq tashkilotlari Xitoy doiralarining bu harakatini Uyg'ur oilalariga qilgan ig'ir buzg'unchilik, hukumatning qo'llashida bosqinchilikqa yo'l ochib berish deb ayblagan edi. Reuters agentligining xabariga qaraganda, Amerika Savdo ministrligi Xitoyning eng chong o'zak ishlapchiqarg'uchi shirkiti bo'lgan xalqaro yerim o'tkazgich ishlapchiqarish shirkitini mazkur shirkat ishlapchiqargan uskunlarning harbiy ishlarga ishlatganligi sababli embargo tizimiga kirgizdi. Bu qaror bilan Amerika texnika va kompyuter shirkatlari hukumatdan ruxsat olmay turib Xitoy shirkatlari bilan savdo qila olmaydi. Xalqaro yerim o'tkazgich ishlab chiqarish shirkati Amerikaning embargo tizimligiga kirgizilgan Xitoydagi asosli shirkatlarning biri. Tramp hukumati 2019-yili telefon ishlab chiqarg'uchi Huawei'ni bu tizimlikka qo'shgan. Valkochisi gazetining xabar qilishicha, Savdo ministrligi juma kuni kompyuter o'zak sanoatchiligiga yozgan xatida xalqaro yerim o'tkazgich ishlab chiqarish shirkatiga mahsulot eksport qilishning Xitoyda harbiy maqsadda ishlatilishdek bir xavf olib keladiganligini ta'kidlagan. Xitoyning g'arbiy janubidagi bir ko'murkanda karbon oksididan zaharlanish natijasida 16 odam o'ldi. Xinhua agentligining xabar qilishicha, doiralar Xitoyning g'arbiy janubidagi Chongqing shahri Chejiang rayonidagi Kan rayonida balvoq kuyib ketish natijasida karbon oksid miqdorining haddidan ziyoda o'rlishi sababidan 17 kishining qopsilib qolganligini xabar qilgan.
Qapsılıb qalğanlardan 16 nəfərinin hayatından ayrılğanlığını bayan qılğan dairlər bir kişinin doktorxanada davolanıyotganlığını tilgə aldı. Bu vaqaga qarata tekshirish boshlangan bo'lib, sababi aniq emas ekan. Тۈркىيە ئەرمەنىيە ئارمىيىسىنىڭ ئەزەربەيجاندىكى پۇقرالار ئولتۇراق رايونىغا قىلغان ھۇجۇمىغا قارىتا ئەرمەنىيەنىڭ خەلقئارا قانۇنىنى ئوچۇق-ئاشكارا دەپسەندە قىلغان ۋە پۇقرالارنىڭ ئۆلۈشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغان ھۇجۇمىنى قاتتىق ئەيىبلەيمىز dedi. Tönügün ətdigəndə Erməniyə Əzərbaycan aldınqı sepida Erməniyə armiyasının Əzərbayjandakı puxralar olturaq rayoniga qaratıb oq chiqarishi bilan to'qinish yuz berdi. Azərbaycan armiyasi qaytarma hujum qo'zg'ab, bir qism olturaq rayonlarni ishg'oldan ozod qildi. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın baş katibi Antonio Guterres, Ermeniya bilan Azərbaycan o'rtasida yuz bergan to'qinishda puxralarning o'lishini ayıpladı va to'qinishni darhol to'xtatishga chaqirdi. Bayonotda yana Guterresning Azərbaycan prezidenti İlham Aliyev va Ermeniya bosh ministri bilan telefonlashadiganligini tilga oldi.